Assalomu alaykum, yaxshilar, yaxshimisizlar? Qabulimizda eski bemorimiz bo'ldilar. Yuragi hajmini qarang. 5.2 chap bo'lmacha, 7.1 chap qorincha. Ishib ketgan, kengayib ketgan, o'pkalarida 1 litrcha suv chiqdi. Tekshiruv davomida nima degani? Bular oldin ham xuddi shunday holatda bo'lganlar. Agressiv davo muolajasi fonida, ya'ni tabletkalar fonida normaga qaytgandi bu narsa. Ya'ni nimadir hisobiga dorilar to'xtab qolganmi, indalmadi. Aytishmadi, yana yuragi ishib ketib qolgan. Biz nima qilgan, o'sha agressiv davoga qaytdik. Dorilar o'sha sxema bo'yicha Yevropa, Amerika standarti bo'yicha dorilar yozildi. Kuzatamiz, dinamika nima bo'ladi. Bu juda yaxshi narsa emas bu. Yuragi kattalashib ketgani. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Bu normada 4 bo'ladi. Bu normada 5-6 bo'ladi. Lekin 1 mm kattaligi ham yuragida aytib qo'y, 1 mm katta rol o'ynaydi.